Ko'pincha oiladagi eng kichik farzand eng kuchlisi bo'ladi, lekin odamlar uni boshqacha ko'radi. Go'yoki unda hamma narsa bor. U erka, beparvo, yashash unga oson bo'lgan, ammo ular bir narsani unutishadi. Kichik farzand ham o'z yukini o'zi ko'taradi. Faqat bu yuk ko'zga ko'rinmaydi. Undan kutishadiki, qolganlarga moslashsin, nima qolgan bo'lsa shunga rozi bo'lsin, shikoyat qilmasin. Uning qiyinchiliklari ko'zga tashlanmaydi. His-tuyg'ulari esa ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Lekin kichik farzand oiladagi muammolarni yaxshiroq biladi. Hatto ular haqida hech kim og'iz ochmasa ham, u asta-sekin yaqinlari bir-biridan uzoqlashayotganini ko'radi va aynan u uy jim va bo'shab qolganida o'sha issiqlikni asrashga harakat qiladi. Shuning uchun agar siz oiladagi eng kichik farzand bo'lsangiz, berayotgan mehringiz uchun sizga rahmat. Agar siz oiladagi katta farzand bo'lsangiz, iltimos kichik ukangiz yoki singlingizni yodingizdan chiqarmang. Uni o'rni beqiyos. Uning borligi almashtirib bo'lmaydigan ne'matdir. U mehr va bardosh timsoli. Yangi video